Assalamu alaykum vatandaşlar. Müstakillik yolda izleniş programımızın 85. sanıga hoş geldiniz. Bugün biz Üç Efendim ve Vaziyet degan temada hükümetimizin Şarkı Türkistan Sürgün hükümeti Cumhur Reisimiz Mehmet Emin Ali Efendimni bu temaga teklif kıldık. Bu söhbetimizge hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Ötken bir yılda sizinle çok avar kıldık. Hammalarning yangi yili muborak olsun. Gerçi hükümetimiz bunu özümüzün torbitede çıkarıp hammalarninki yangi yılını tebrikleyen ve bu yangi yılda müstakillik irademizni çın turishimizni ta'kidlagan bo'lsa-mu, bu yerda bir qatim yangi yilımizga muborak aytamiz. Endi Mehmet Emin Ali efendim bu ko'pincha vaqtlarda X'ga sizni aytdi tegivar cho'nqur falsafalik narsalarni chiqarib tursiz. Ko'pincha inglizcha bo'lsa-mu, oxir qatim chiqargan teklif to'g'risidagi bir yozmangizni men ko'rilmanlarga sunay deb o'ylayman. Nihoyat adaqqa nuqtada hayot taklifdir. Mayli kim bo'l, tek bir hayotsan. Mayli qayerda bo'l, tek bir kallada o'ylaysan, tek bir yurakda sezasan. Mayli qanchalik romantik bo'l, birli qalbga to'liq maftun bo'lasan. Mayli qanchalik ko'p tilni bil, tek bir ona tilda jo'ylaysan. Mayli hammaga qiziq, tang bir savdoliqqa asirsan. Mayli boshqalar bilan qanchalik chiqish, tek bir yolg'izlikqa mahkumsan. Mayli tinchlikni qancha so'y, tek bir ilishda yashaysan. Mayli qanchalik yasha, tek bir o'limda, o'limingda to'xtaysan. Qisqasi, teksan, yolg'izsan, birdan birsan, shunga hech kimga o'xshamaysan. O'zingni ham hech kimga o'xshatma. Teklik büyüklükündür. Tolum yaxşı yazılgan yazmıken, bunun felsefelik ma'nosi tolum çonqur, sen faqat özün bulup yaşaysan, özünle bol demekçi. Teklik yaşap geldik, ama vatan aqidasida yaşadık. Bu yolda sizga o'xshash septishimning bo'g'indan so'yinaman va ko'nglim har vaqt to'xtirdi. Hozir ham xalqarалық vaziyat yomon jiddiy o'zgarishga ketyotdi. Xuddi biz anlaganimizdek bugun degan kechida actually bizningki vaqtimiz bo'yicha aytganda yarim kechida Madron tutib Amerikaga keldi. Amerikaningki askarlari. Bu nuqtada biz yana keyin to'xtalamiz deb o'ylayman. Bizning bugungi temamiz Üç Efendim to'g'riliq. Ham yaqinda Aysa Yusufning vafotining 30 yillik munosabati bilan Üç Efendi temasi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida qaytadan qizidi. Bizning taniqli ziyolilarimiz, atalimiz, sarxillarimiz Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur Akademiyasi qatorliqlarning o'rnashtirishida tag'da bilan Üç Efendimni xotirlashdi. Xo'sh, Üç Efendim zodi kim? Ular Sharqi Turkiston mustaqillik ko'rishimizning yo'l boshchilarimi? Marhamat. Rahmat. Cüret, ötken bir yıllık hizmetinizge köp rahmet eytimen. Her vaqt vaziyetdeki en zil ve en mühim temalarga diqqatimizni burab, bizning chet eldagi xalqimizga xizmat qilib keldinglar. Bu jihatdan mustaqilligimizdan iborat mana mushundaq bir chaqiriq va mushundaq bir kurashga xalqimizni har vaqt chaqirib keldinglar. Buning uchun men sizlarga va boshqa sabdoshlarimga hukumatimizdagi men ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Endi bu temaga kelsak, Üç Efendi to'g'risidagi dag'dug'ninki qayta qilinishi jiq tasodifiylik emas. Endi Üç Efendi kim degan savolingizga kelsak, Üç Efendi bizningki tariximizdagi 3 shaxsni ko'rsatadi. Buning İsa Yusuf Aliptekin, Muhammed Emin Bo'g'ra va Mas'ud Sabri. Bularni ko'plagan kitoblarda va tarixiy analizlarda bularni jadidchilikninki ta'siriga uchragan panturkistlar deb ta'riflaydi. 3 odamninki tangli tilga ilinishda 3 odamninki ma'lum bir maslakda o'rtoqligini, ma'lum bir faoliyatni o'rtaq qilganligini asos qiladi. Bo'lmasa 3 odamni mayli xalqimiz bo'lsin, mayli Xitoyli bo'lsin, dushmanimiz Xitoyli bo'lsin, qaysi hokimiyat bo'lsin, ham chet eldagi tarixshunoslar va siyosiyonlar hammasi o'xshashlar 3 Efendi deb bir kategoriya bilan atamaydi. Hamda bularni birlashtirayotgan omil nima? Bularni birlashtirayotgan omil ularningki kelib chiqishdagi farqlarga qaramay o'xshashib keldi. Masalan, İsa Yusuf Aliptekin Sho'tangda o'qigan,
Gomindanğa ta ki aş Türkiye'ye geçip ketkiçe bejandıllıkla hizmet kıygan bir adam. Şöten mağribi Xitayninki bir kısım Uygur aksumaklarının perzentlerini terbiyeleş ve ularning kallasını yüz arkalık özüge hizmet kıldırdıgan bir tabiqini, ne özünün hükümranlıqını yürgizdigan tabiqini işqa aşırıştiki bir xil hükümranlık vasıtalarınınki bir terkibi kısmı. Şöten dokuğanınki köp kısmı. En izinda tercümanlık kıygan bolsa, en köpünde ula Xitayninki militarist hakimiyetler, mesela Şinsey'den tatıp Jinşürün, ya Yangzingşin'den tatıp Jinşürün ve Şinsey hemmesiga hizmet kıygan. Ahırsta bularninki beşi bolgan Gomindanğa hizmet kıyganlar bula. Bununki tipik vekili İsa Yusuf alıp dikken. Hem Xitaylar tarihten beri Şarkı Türkistan'a hükümranlık kılışta Jukur tabaqadagi dini ve ijtimai tabaqasi jukur bo'lgan Uyghur aileliklerini kullangan. Cemaatlerini kullangan. Bunu biz Kumul Vanlarını bilmez, Turpandaki Vanlarını bilmez. Şarkı Türkistan'ın janubidagi kelgan vaqtda Xitoyga mayil, chunki ayni vaqtdagi Chin Slavskiga mayil bo'lgan aile ve cemaatlarni nishon qilib turib, bularning bolalarini tarbiyalab, o'ziga xizmat qilg'izgan. Yani baribir bular Çin hükümeti bilen xalqimiz o'tirisi ko'riklik rol o'ynab, Çin hükümetininki siyasetlerininki Şarkı Türkistan'da izchillish uchun eng turklik töhfa qo'shganlar hisoblanadi. Yani Xitoy, Çin sohasidagi Xitoy ve Uyghur, Türkiye millat olmagan boshqalardan başka Uygurlardan çıkan bular Uygurlarninki bastırılışı ve hükümranlık aldığını çıkart mühim töhfa qo'shgan. İsa Yusuf Alaptekinninki tarihi bu. Muhammed Emin Boğra'nın tarihi bu yuqurroq. Bu emir, yani Xotanni boshqarib kelgan ailedan kelib chiqqan o'zi inqilobiy bir aile. Sharq Turkistonning mustaqilligiga ko'ra ikki inisi qurbon bergan ve Sharq Turkistonning mustaqillik uchun izlanib, hattoki Sharq Turkistonning tarixini, ayni vaqtda Sharq Turkistonning tarixi xalqimizning orasida nihoyatda bo'shliq bo'layotgan vaqtda shundoq bir jiddiy bo'shliqni qo'ldan kelishicha chamining yetishi to'ldirgan hem inqilobchi, hem qo'mondon, hem tarixchi. Bunda bir sifatlining bir odamda mujassamlanishi bekkem uchraydi. Bu bunda bir odam. Mas'ud Sabri G'o'ljidagi Koni baylarninki bir qismi. Bu balası perzent süptü bilen İstanbul'da doktorluk okugan. Yani aynı vaktki G'arbninki gayet zor hem tehlikisi hem kızıktırış aslında təvrinib atqan İstanbul'dan ibaret bir şarqlan G'arb o'ttirishdagi bir ko'rikda turib atqan mushundaq bir shaharda jadidchilik harakatiniki keyincha Türkçilikninki, yani pan-Türkçilik ideyasiniki cho'nqur ta'sirga uchirgan ve vatanga qaytib kelib, G'o'ljida o'ziniki doktorluqni qilgan ve keyin Shinseyninki turli taqiblaridan keyin bularninki hammasi oxirisida Chongqingga, bu Mas'ud Sabri Chongqingga bordi. Chongqingga borgan vaqtda boshqa ikkilar bilan ko'rishdi. Demak, bularninki chiqish yo'li o'xshamagan bilan oxiri qaytgan yeri ve xizmat qilgan hukumati bir bo'lgan. Bu hukumat nima desak, Gomindan hukumati. Hamda bularninki mesela bu tarihi kitaplarda yazılışça bularninki ko'pinchisininki eng muhim bir qilgan ishi bizningki ikkinchi jumhuriyatimiz qurilib chaqmoq tezligida Gomindanninki ayni vaqtda yengilmaydi, qudrat degan armiyasini terib e'lon qilib etib, G'o'ljida mustaqillikni jakalagan vaqtida Gomindan hukumatininki to'rt futi o'ri qilib, put ko'ygan to'qidek bo'ladi. Şunun bilan Gomindan hukumati bu Sharq Turkistonninki qurilishi ve mavjudligidan intayin cho'chiydi. Bunun qarta ikki yo'l olib bordi. Birisi tashqi siyosat, ikkinchisi ichki siyosat. Tashqi siyosat nuqtasini ilib o'tgan vaqtda ayni vaqtdagi Chongqingdagi markaziy Chongqing bo'lgan Gomindan hukumati Sovet ittifoqininki elchixonasi bilan ko'rishib, elchixonasi orqali Sovet hukumati bilan aloqa qilish orqali
ayni vaqtda qurilgan Sharqi Turkiston hukumatining bo'lgan berilayotgan yordamini to'xtatishni talab qiladi. Komindangninki bir vakili bilan Molotov deganimiz ayni vaqtdagi sobiq Sovet ittifoqininki tashqi ishlar mas'ul ham Stalinning eng yaqin odamlarining biri. Maxfiy bir yig'in ochdi Moskvada 2 kun. 2 kunlik yig'inda Molotov bilan bular Xitoyninki bu Komindangning vakilininki oxirisi bir kelishimga, ya'ni do'stlik va ittifoqdoshlik ahdnomasi degan bir ahdnomani 1945-yili 8-oyning 14-kuni imzolaydi. Sharqi Turkistonninki ikkinchi jumhuriyatning mustaqilligi ig'ir ta'sir ko'rsatadigan bir ahdnoma bu. Ko'p tarixda tilg'ilinmaydi. Buni bilmay turib biz nim bo'lganligini bilmaymiz. Shu vaqtda Stalin Sharq Turkistonninki mustaqilligini qo'llashdan voz kechadiganligini bildirib bo'lgan bo'ladi. Yalta yig'ini, o Palta yig'inidimi ko'ra ma'ahdina muhim amaliyotda. Bu bizningki hayotimizdagi bir qora kun hamda bu 8-oyning 14-45-dagi 14-dagi. Shuningdan keyingi ishlarda Sovet ittifoqi faqat chet qarab turdi. Qag'inni Komindang hukumati bilan bizning Sharq Turkiston hukumati o'rtasidagi munosabat kirishidi, 11 bitim bo'ladi, birlash hukumat qurildi qatorliqlar. Bularning hammasida asosan biz asta-asta bu ishlarda tutturamiz. O'tirib tursin. Ikkinchisi, ichki jihatdan Sharq Turkiston hukumatini vayron qilishga tushdi Komindang. Buning uchun qanday qilish kerak desa, Jang Jejongni u yerga tayinlab, alayda vakil sifatida tayinlab, Sharq Turkiston hukumati bilan suhbatlashishga kirishdi. Suhbatning maqsadi nima? Bu hukumatni, yangi qurilgan hukumatni asosan bekor qilish. Amalda bekor qilish. Shuning bilan bir vaqtda bu 3 apandimnimi ayni vaqtda shu cho'ng-cho'ngda turayotgan, istiqomat qilayotgan, bu Eysa Yusuf Aliptekinning chiqarayotgan 3 jurnali va u yerda ham bular aşağıda Sharq Turkistonning uchun faoliyat qilayotgan bu biz 3 apandilar bular. Buni Sharq Turkistonga qaytirib, Komindangninki Sharq Turkiston hukumatini vayron qilish planini ishga oshirishga qatnashtirdi. Bular buni qabul qildi. Demak, 3 apandining vazifasi Komindangninki hukmronligininki Sharq Turkistonda davomlashishi va Türkiye xalqlarininki, Türkiye xalqlarininki hukumati bo'lgan Sharq Turkiston hukumatini ikkinchi jumhuriyatni og'dirib tashlashga avatildi. Avatilishdan ilgari Jang Jejong bu 3 apandi bilan ayrim ko'rishdi. Ya'ni Jang Jejong vaziyatni bilmoqchi. 3 apandininki Jang Jejongga bergan taklifida 2 nuqta muhim o'rinda turdi. Nurg'un ish gaplar bor arada, ama 2 nuqta bizning esimizda har vaqt turishi kerak. Birisi Sharq Turkiston xalqining irodasi, siyosiy irodasini 3 apandi avtonomiya bo'lsa bo'ladi degan gapirdi. Demak, bu Komindangninki ko'zlayotgan maqsadiga yetganiga bilan o'xshash keladi. Ya'ni rab keladi bu ikki gap. Xo'sh yoqdi Komindangga bu. Ikkinchisi shu desa, bizningki kultural huquqlarimizga berilsa, amaliyleştirilse Sharq Turkiston xalqi buningda rozi bo'ladi, ikki ishdan deydi. Hamda bu yerda azroq bir narsa qistirib o'tib ketay. Bu kommunistik partiyaninki bizga avtonomiya berishi u tasodifiylik emas. Buning tegidi Komindangninki bir o'rnigi bor. Komindangning o'rnigidanmi militaristlarninki, Chingsvaz qatorliqlarninki bir o'rnigi bor. Yani qanday degan vaqtda meyli Chingsvaz bo'lsin, meyli militaristlar bo'lsin, meyli Komindang bo'lsin, meyli kommunistik partiya bo'lsin, hammasininki da'vatgan gapi o'xshash. Avtonomiya shakldagi beqindilik. Mustamlikininki bir xil shakli. Mustaqillik deydigan gap yo'q. Sharq Turkiston deydigan gap yo'q. Hem bu ziminning ve bu ziminninki tarixiy egilib bo'lgan xalqninki mustaqillik deydigan gap yo'q o'ttirdi. Necha bir yil o'tgan bo'lsa-mu, necha xil hokimiyat almashgan bo'lsa-mu,
Xitay irqi o'xshash. Hmm. Emdiki gap. Üç efendimninki bağan keyin Şarkı Türkistan'a berip kıyga işleri kurulgan hükümet bilen taqarışış, ularni eyipleş, idivi uruş jidelge kireş, halkni qaymıqtırış, tügübes jidelning işte en ahirisi hemimiz ahirisi Xitay Komünistik Partiyasının nimesiga mağımız go, hükümranlıqqa mağımız. Demek bunun kıyga işi bu. Demek bu cihettin elip etqa vaqta üç efendininki bizdinki müstakillik işimizge yetkizgen ziyarları unda az emas. Emde tarihi şaraitden çıkıp oylağa baktığımızda aynı vakitte Sovet komünistlerden qo'rqaydigan bir xil holat va botdi. Bunun da pan-türkistlik ideya babının arasida bunun işte tigini jadidchilik surishga bo'ladi. Buningki jadidchilik harakatininki bir qism ziyolilarda sobiq Sovet ittifoqi qurilgandan keyin işte kommunizm ideologiyasiga bo'lgan o'chmanlik bor. Çünkü komünizm ideologiyasi bularninki mesela Tatar ve başka cedetçilerinki milli kimlikini inkar kıldı. Komünizmde ibaret halkaralık bir çoğun kalpakның içinde hem yerlik milletçilik ve devletçilik eğinin hemmini itiraf kılmaydı. Şunun için bula komünizmge öç. Efendimninki gerçek komünizmge öç bolgan men muşundaq jadidchilikten davamlaşıp kelavatkan bir ideologiyaga sahip çıkışını düşünüşkü buludu. Düşünüşkü buludu. Ama ula muşu komünizm yerden kılıvatkan müstakillikni qabul kılanmaydı-yu. Ama Amerikaga beqinivatkan Gomindangdan ibaret yana bir xil mustamlikchininki avtonomiyasini qabul qiladi. Nimani bildirdi bu? Bu şunu bildirdi ki müstakillik hemmenin üstün duruş gerek asli. İdeologiyadan üstün duruş gerek. Bunu Xitaydan öğrenişimiz gerekti. Ben dedim o. Meyli Gomindang bolsun, meyli Komünistik Partiya bolsun, hatta militaristlar bolsun, hemmisi gerçi ideologiyada bir-birisiyle otulan sudek. Mesela Gomindang bilen Komünistik Partiya ta hazırgıça otulan sudek turduyor. Ama Şarkı Türkistan meselesi kelgen vaqtida diyordu olsa, hemmisi bir ayak keldi, bir avazı sözleydi, bir kallada oylaydı. Siyaset degan ma'vo. Üç efendininki men komünizmga qarshi turishini tushunishga qiysam-mı, tushunay deb tirishsam-mı, ama bularninki mustaqillik bo'lgan xiyonatini men menga tushunmayman, ham kechirmayman. Rahmat. Men bir nuqta, yana bir nuqta, ikki nuqta var men qaytib o'tay. Eysa Yusuf Alıp Tekin'ninki çetelge çıkkandaki hayatıga iki bir senaryo var. Ben kıstırıp koyayım bunu. Bu bek mühim senaryo bu. Birisi Eysa Yusuf Alıp Tekin bilen Muhammed Emin Boğra 1954 yılı Tayvan'a berip özününki hocaylardan Şarkı Türkistan'ın müstakillikini talep kılıdı. Şu Şarkı Türkistan'ınki boğan müstakillikni itiraf kılınlar ve özеңләрнең onu bir avtonomiya өлke derecede körüşünlerden vazgeçinler deydi. Tayvan red kıldı. Oylan. Tayvan yani Gomindang hükümeti, Tayvan'ı kontrol kılan Gomindang hükümeti hatta Şarkı Türkistan'ni koldan berip koygan bolsunmu? Hatta Şarkı Türkistan'ni kolga ilish mümkinçiliki bağla yokluğun arasında bolsunmu? Yanılı Şarkı Türkistan'ni bir müstemleke ülke dep qarashdan vaz keçmeydi. Ma içinişlik yapma bu. Ma bir numus ma bu. Bir milletinin atalmış delilleri üçün. İlgirimiz, yani bu Xitayni tushunmaslik. Bütün liderlerimizdeki qo'rqinchlik bir kasallik, siyasi kasallik Xitayni tushunmaslik. Ma Gomindangninki tutumi başın ahir bir bolgan. Komünistik partiyadan farqlanmaydi. Bu ırıqlı baken, meyli o qaysi ideologiyada bolsun, bula özlük atalmış müstemlikçilikni, özünün atalmış vatanның bir bütünlükini, meyli o Komindang bolsun, Komünistik Partiya bolsun, hemmeden üstün kör. Çünkü bularning eňideki devlet hemmeden üstün turdu. Bizde çoğu degan vaqtda devlet menfaatga, ideologiyaga ve grupninki türlük
ideyalarga bo'ysunudu. Bizning tragediyamiz bu. Yana bir senariyo. 1970-yillari İsa Yusuf alıp diken, uçakta Mehmet İmin Boğra vafat bo'lgan. Amerikaga berip Amerikadaki çoğ siyasiler bilen görüşüdü. Aynı vaqtda Kissinger'la bu Nixon'daki Xitay ziyaretinden burunki gap. Bu yerda intayın mühim bir iş bulup atkan vaqt. Birisi Sabaq Sovet İttifaqı Şarq Türkistan meselesini ya u yerdagi kişilik hukukunu qaytadan ko'tarib chiqish orqali Xitoyning tishini qiyshtirib, u yerda bir nimaga erishmoqchi bo'ldi. Bir üstünlük kazanmakçı olur şu çağda halklarda. Bu Uygur meselesini BDT'de koymakçı oluyotgan vaqtlar şu. Maksat bizga de köngüllep ketip atkan emas. Ama bizim meselemizden kozur kılış arkalık Xitayni BDT'de usal kılış. Yani siyasi ve diplomatik üstünlük kazanış. Arkalık künsürü jirkleşiyotgan Xitay Sabaq Sovet İttifaqı münasebetlerinde ma'lum bir narsani kazanmakçı. Ularninki bizim Xalq Partiyasının yoshlarning qo'llag'anligining sabablari shuni bilsaydi. Bu tarafda bo'ldi. Yana bir tarafta çoğu diye vaqtda, yana bir tarafta Amerika Sovet İttifaqıga qarshi bir urushga, yani ideologik bir urushga, yani soğuk münasebetler urushiniki yuqori pallasiga chiqayotgan Kissinger Amerika bilan Xitoy birlashib turib, Sovet İttifaqıga qarshi turayotgan bir mezgilda İsa Yusuf olib degan 1970-yili 4-oyda Amerikani ziyorat qildi. Mush vaqtda bir yig'inda bu G'ulomidin Paxta vafot bo'lgan akamizningki bir asrisi deyildi o. Amerika qandaq siyasi bir talabing bor deb so'ragan vaqtida İsa Yusuf olib degan mening maqsadim Sharq Turkistondan emas, balki G'arbiy Turkistonni ozod qilish deydi. G'arbiy Turkiston degan qaysi degan vaqtda ayni vaqtdagi Sobiq Sovet İttifoqining kontrol ostidagi shu O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq Turkiy davlatlar, O'rta Osiyo davlatlari. Shuning bilan Amerikaning Rossiyaning Sobiq Sovet İttifoqining poqi qatidi. Bu yana bir siyasi cihetdeki bir dötlük. Stratejik hatalık bu. Şuna bilen Sabah Sovet İttifaqı bu Şarq Türkistan meselesini BDT'de koymaydı. Amerika mı özün yolundan bağladı. Çünkü Amerika mı Uygurlarınki liderlerinin bir gap apaqish arqali özünün stratejisini o'ylashayotgan var vaqtda. Her iki taraftan biz her iki tarafta qo'ldan berib qo'yamiz shu chaqda. Demek gapimiz yig'ib kelsam, siyosatda fursat bek az beriladi. Biz ayni vaqtdagi berilgan fursatning ichida bularning izlangani Gomindangningki nimasi bo'ldi. Ama mustaqillik, yaratilib bo'lgan bir mustaqillikqa qarshi turish orqali Sharq Turkistonda g'oyat zo'r bir ideaviy qalamqanchiq paydo qilib, Gomindangningki Sharq Turkistondagi mustamlik siyosatininki davomlash uchun xizmat qilgan bo'ldi 3 apandim. Undan keyin chet elda chiqdi, nurg'un ishni qildi deymiz, ammo qilingan xatolik o'rniga kelmaydi. Türkiye uni qabul qildi, chunki Turkiyaninki Sobiq Sovet İttifaqıdan ensirayotgan kommunizmninki Türkiyani ideologiya jihatdan kontrol qilishdan ensirayotgan bir vaymi bor deb chiqqan vaqtda Turkiyaga. Shuning bilan Turkiyaning o'ngchilariga buninki kommunistlardan dad etib berishi xo'sh yoqadi. Turkiya taki 1991-yilgacha Sobiq Sovet İttifaqıninki vaymis ichida yashaydi. Bu Türk tarixini o'qiyotganlar 20 asrlik tarixini buni bilib deb o'ylayman. Anandan keyin bularninki kommunistning qanchalik g'aljirligi, qanchalik mustamlik kengayimchilik ekanligi qatorliq hikoyalarning hammasi Turkiyadagi o'ngchillar tarafidan yaxshi yoritiladi. Demak, bular 3 apandi bo'lib yoki bular 2 apandi bo'lib Turkiyada ma'lum jihatda siyosiy jihatda qo'llashga va parlashga erishdi. Ammo bu tegidan elib etgan vaqtda bu xatolikni to'liqlayanmaydi. Ham bular yeni bir ideologiya uchun, yeni bir siyosiy maqsad uchun xizmat qiladi u yerda. Ammo Mehmet Emin Boğra'nınki nurg'unlagan xizmatlari bor, qo'ldan kelishib qilgan ishlari bor. Bu jihatdan men Mehmet Emin Boğra'ni boshqacha qarayman. Ammo 3 apandimning orasida etilib atilishi va shu guruhda bizningki mustaqilimizni buzg'unchilik qilish jihatdan Mehmet Emin Boğra'ning hayotidagi bir qardog'. Onu Şarq Türkiston tarixida 100 kitob yozib mujib bo'g'ilmaydi. Siyosat degan shunday narsa. Shaxmatga o'xshaydi. Bir urug'ni xato mangsak, uningki zo'ri har vaqt keladi.
Gepim tügedi. Üç efendim bana şu. Rahmat. Bu üç efendim to'g'riliq biz siz agar esingizga ola olsangiz biz ziyolilar davomli so'zlashadigan biz vatandagi vaqtda yoshlar orasida davomli uch efendi bir xil ko'pincha vaqtlarda bir xil faxr bilan uch efendi undaq qilib ekan deb so'zlaydigan bo'ladigan ammo biz bu tarixninki aynan bilgan vaqtda Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun bu aqida bilan kurash qilayotganda ularni mustaqillikninki yo'l boshchilari deb o'tirg'a chiqsak, demak bu da'voni buzgan bo'lamiz. Bizga yaqinda bizga mushuni ko'rsatayotganlarning maqsadi shu. Ayni chog'dagi Isa Yusuf Olibdikanning Amerikada men butun Turkistonga mustaqillik talab qilaman deganning o'zimi bunayti planlangan, qasddan qilingan gap. Buni G'ulom Yag'im apandim hayot nima? G'ulom Dipaq apandim hayot vaqtida o'z og'izi deganini men anglagan, bizning uyga kelgan vaqtida. Bunayti o'kinib turib mush odam mush nimani bir xato mangdi deb. Amaliyotda uch apandimninki xato mangani o'l emas, siz xuddi siz degandek Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga buzg'unchilik qilish. Bu bir hamda boshqalar Isa Yusuf Olibdikanni desak, siz degandek shayton o'qigan bu bir Xitoyning adim bo'ldi deylik. Ammo men buğradek shunda qo'lni qurolib Xitoyga birinchi boy o'qni otgan mustaqillik yo'lida eng oldin o'tirg'i chiqqan odamning oxiri kelganda Xitoylarni bilmasdan, tushunmasdan ularga ishinib turib, biz Chin Turkistonni qurib chiqamiz degan bir nimani o'tirg'a olib chiqishning o'zi bu siyosiy sahnadagi o'zining yuziga so'kigan qora dog' bo'ladi. Buni haqiqatan siz deganingiz to'g'ri juyib bo'lolmaydi. Hozirgi bizning siyosiy da'vorimizmi mayli qanday o'yinni o'ynang, agar siz mustaqillikning prinsipidan chetlasangiz, bu bizning Sharqiy Turkistonga, bizning oy yulduzliq ko'k bayrog'imizga qilingan xiyonat bo'ldi. Bu o'xshash ish. Hamda uch efendimdan sirt bu yerda yana bir Lutfullo Mutallibmi bor. Vatan ichi va muajiratda o'xshash darajada bu shoirning shoiri vatan qahramoni qilib maydalandi. Bu o'yinning oxir ko'rinishini ozroq deb ketamiz. Biz men o'tganda bir qatim deganimdek biz kimlarni ulug'lanayotganligiga diqqat qilgan vaqtimizda kimlarni ulug'lanmay, kimlarningki parvosizlikqa ko'mdirilayotganligiga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Üç efendi ulug'lanayotgan vaqtda Yaqub bey bilan davlat otisi bo'lgan Sobit domillam ulug'lanmayotdi. Asli ulug'lanishga tegishli odam bu ikkisi, uch emas. Chet eldagi faoliyatlar ulug'lab qilsang, ularning o'zinglashi, chet eldagi faoliyatni keyingi u fursat o'tkazayotgan vaqtda u boshqa gap bo'ladi. Unga qiziqib ketmayman men. Ammo 40-yillarda bularning qilgan ishlari. Hamda Lutfullo Mutallibmi shundoq. Lutfullo Mutallib bilan bu uch efendimninki qayta biz qayta desakmi, paketni tog'dek do'lab qo'yib olsakmi, buningga pisand qilmay, bularni xotirlashninki elib berilishi odamni haqiqatan ichindirdi emas, g'azablantirdi. Bu qasdliqni bilmaslikdan emas. Bu qasddan qilinayotgan, bir tutash o'rlashtirilayotgan ideologiyalik tashviqot. Uyg'urlarningki qo'li orqali, ya'ni Xitoy uchun ishlaydigan Uyg'urlarning qo'li orqali chet eldagi Uyg'urlarni qaymoqtirish. Xuddi 40-yillardagi uch efendim Gomindangninki buyruq bilan qanday ish qilgan bo'lsa, bu yangi Gomindangchilar, yangi uch efendichilar muajiratdagi Uyg'urlarning kallasini qaymoqtirish uchun o'xshash xizmatni qilyotdi. Bular agar xotiralik odam topolmay qolgan bo'lsa, Lutfulloning o'rniga Abduxoliq Uyg'urni qiysi bo'ladi. To'g'ri. Üç efendimning o'rniga ikki ulug' liderni qiysi bo'ladi. Ya Yaqub bey bilan nimani qiysi bo'ladi? To'g'ri. Sobit domillamni. Elixon To'rni qiysi bo'ladi. Mahmud Muhitni qiysi bo'ladi masalan davrdoshlardan. Bularning hammasining kallasida aniq bo'lgan, molga o'xshash hayotidagi siyosiy strategiya jihatdagi qarim-qarshilik to'lgan, ziddiyat to'lgan ishni qilmagan. Başdan axir birdek, bularning dushmani bir bo'lgan, mujodilasi bir bo'lgan, qurgan davlati bir bo'lgan, g'oyasi bir bo'lgan. Manfaat uchun setilmaganlar ma'la. Ko'pincha o'ldirilgan dushman tarafidan. Bular o'ldirilmagan. Farq yomon cho'ng bu yerda. Bo'ladi. Lutfulloga kelaylik-da. Lutfullo o'ldirilgan deymiz. Ammo Lutfulloning o'ldirgani Gomindang. Ammo Lutfulloninki kuyligini ulug' Cumha qizlari va ulug' Cumha millatlari bo'lash bir istiki bo'ldi.
Abduxoliqninki yozgani nima? Abduxoliqning yozgani agar mushunda ketaversan, sen o'lsa Uyg'urim deb turib, qanqir qaqshab yig'lab she'rlarni yozgan. Ehtimal she'riyat nuqtasidan Lutfullohninki she'rlari chochma she'rlar va yangi she'rlar, Mayakovskicha shakldagi she'rlar bo'lib Uyg'urlarni hozirgacha tan qoldirayotgan bo'lishi mumkin. Ammo she'rdagi til muhim emas. Tilda o'tirib qo'yayotgan ideya muhim. Ana shu Xitoy bilan birlashib turib Junxon millati bo'lamiz degan nimani shu Xitoyning o'zlari o'ltirdi. Men depmadim-ku, Gomindan bilan Kompartiyaning farqi yo'q deydi. Agar Gomindan o'ltirmagan bo'lsa, Kommunistik partiya o'ltirdi buni. Agar u Kommunistik partiyaning iti bo'lmasinlar. Ama Abduxoliq Uyg'urmi o'xshash ikkilisi bir yangi ikkilisi o'xshamagan bir kelajakni bizga sungan. Abduxoliq Uyg'urning sung'ini g'oyat zo'r bir mavjudlik endish ichidagi bir millatning kelajagi. Agar bu millat uyg'onmasa vayron bo'lishdan iborat bir natija, ko'rilib turayotgan natija. Ya'ni buningki bu xil oldin ko'rish oxir isbotlandi-ku. Hozircha uyg'onmayapmiz-ku. Hozircha oq bilan qorni bilmay 100 yilni shunda yashayapmiz-ku. Lutfullohning bizga sunug'ini cho degan vaqtida qulluq, asorat, mustamlika. Birisi erkinlik deb o'ldi, yana birisi men eng yaxshi quling bo'laman deb turib o'ldirildi. Men ichinishliqim bu. Xitoyga men Junxoning bir farzandi bo'lay desam Xitoy o'ldirdi buni. To'g'ri. Faqat o komünistlardan azroq farqlangan Gomindan tarafidan o'ldirildi. Ammo Gomindangning bizni mustamlik qilishdagi kuchimi kommunistlarda hech farqi yo'q. U xiyolida men Junxon millatlar bo'laman, shunun bir qism bo'lsam, bu Xitoyning rahmi keladi deb o'yladi. Xitoy kechirmaydi uni. Yani kechirmaydi oxirisi. Demak, gapimni yig'sam, bu nayt suiqasd bilan orkestrlashtirilib, o'zaro moslashtirilib, tankash qilinib turib, bir turkum o'ttirdagi bir turkum azg'un maydonning tayini yo'q tashkilotlar va shaxslar tarafidan ziyoli degan kelmaydi bularni. Ziyoli degan kelmaydi. O'tirib chiqilayotgan narsa. Endi bu bizningki mustaqillikdan iborat bir g'oyamizni mujmallashtirdi, bizni tabriklashtirdi. Bizni bir-birimizga dushman qiladi bular. 100 yillardan bo'layotgan bu tarixiy qismatdan, bu ichilishli qismatdan hali ham dars olmayotganligimizni, dushmanning ketmini chepayotganlarninki hali ham oldimizda hech aymanmay ko'zimizga tikilib turib, razillat kulimsirab turib, intayin saxta va zararlik so'zlar bilan bularni yana bozorga selishi bizningki bu mujodilamizningki chadak mujodilamizningki naqadar mushkulligini, aramizda naqadar zo'r Xitoyning ta'siri borligini tushundirdi. Abduxoliq Uyg'urning 100 yil ilgari pig'on chekib yozgan she'rlarininki shu she'rlarni yozayotgan o'yg'onmagan Uyg'ur xalqining hali ham mavjudligini bizga tushundirdi. Rahmat. Bizning uyg'onmaganimiz haqiqatan taskin. Buningki oddiy pek oddiylaylik hech qanday bir aql ketib, talashib bu bir isbotlarni o'tirg'a tashlab, andaqda deb ketishning o'rniga acaba buni Xitoymi davlat ichida turib maqtab beshig'ilib qilib ko'tirdi sen biz mojiyat turib biz nima ish ko'tarmaymiz? Agar biz o'xshash narsani ko'tarsak, biz nima ish qilamiz hozir? Biz nima ish qilyapmiz o chog'da? Bu pekla oddiy. Hammadan biladigan bir nuqta. Bu yana bir narsani qaytib qo'yay, Jurat. Shu agar biz bu bizningki qahramon xoin degan qarashlarimizni butunlay buni o'lchamlarimiz, qimmat qarashlarimiz hammasini vayron qiladi-ku. Agar Lutfulloh qahramon bo'lsa, u vaqtda Abduxoliqni xoin deyish kerak. To'g'ri. Agar Mushi Ziyolilninki yurgi bo'lsa, Abduxoliqni xoin deb xotirlab yiqinglar. Agar uch apanda qahramon bo'lsa, u zaman Sabit Damollamni davlatninki xoini, Sharq Turkistonni mustaqil qilaman degan eng sharmanda lider deb chiqish kerak. To'g'ri. Yurgin bos mushundada. Chunki Abduxoliq qahramon bo'lsa, Lutfulloh xoin bo'ladi. Lutfulloh qahramon bo'lsa, Abduxoliq cho'qim mantiqi bo'yicha xoin bo'lish kerak. Agar uch apandi mustaqillikninki dohilari bo'lsa, u vaqt Sabit Damollam mustaqillikninki eng razil dushman bo'lish kerak.
Doğru. Agar Sabit Tamillan mustaqillikning otisi bo'lgan bo'lsa, ma uchi chuprandisi, osiylar bo'lish kerak. O'lcham bu. Sen ikkilisini qahramon qilolmaysan. Buning biz o't, biz su birga kelmaydi. Bizini o't deydigansa, yana biz cho'qim suv deyishing kerak. Bo'lmasa seninki tafakkuringda ig'ir kasalmanlik bo'ladi. Sen majruh bo'lsa, sen aqliy tafakkurning eng aqalli bir qonuniyatlardan ayrilgan bir İngilizce retard bo'lsa, delta bo'lsa. Doğru. Bu deltalikni bozorga silayotgan gap bular. Bu deltalikninki ham bozori bo'layotgan gap aramizda. İçilishqi bu. Bununla qatnashayotgan, bununla chavakchilayotgan yana xalq bor orada. Yana bir turkum insonlar bor. Hozirgidek irqiy qirg'inchilik bo'layotgan vaqtda bizning zulmimizninki tegining nima ekanligini kichik bir 5 yoshlik bolalarimiz bilayotgan vaqtning o'zida bu galastik taqgan Uyg'ur do'ppisini odamni haqiqatan hayron qoldirdi. Gapim tugida bu savol. Rahmat. Haqiqatan bu yilqi Trump hukumati oxirida chiqqanda common sense deb bir narsani chiqargan. Bir narsalar pek chunqur emas. Oddiy kalalar o'ylasanglar bo'ladi demoqchi. Bizning ishimizmi 100 yil burun Abduxoliq Uyg'ur bizni uyg'ongan degan bo'lsa, hozir biz yana taxi shu uyg'onish davrida. Uyg'onish emas, ta'tilga minish davrida ketyapmiz. Xayr. Yangi yilda ishlarimiz yaxshi o'tsa, aql sizlarga iloyim aql ato qiladi deb o'ylaymiz. Hamda vaziyatga keldik. Shiddat bilan o'zgarayotgan xalqaro vaziyatda bizni xush qiladigan nurg'un nuqtalar bor. Masalan, uzluksiz keskinlashayotgan Yapon-Xitoy tirkishishi, Yaponning davlat mudofaa mablag'ini rekord yaratadigan darajada ko'paytirishi degandek. Uningdan sirt Xitoy iqtisodining yemirilishi, xalqaro mablag'ning Xitoydan chekinishi, Xitoydagi chiriklikning avjiga chiqib, yuqori darajadagi harbiy amaldorlar huquqidan ilinib, Xitoy armiyasining ittifoqsiz, boshsiz, urushga ishonchsiz holga tushishi va Xitoydagi ichki ziddiyatning avjiga chiqishi degandek bizga foydali nurg'un omillar bor. Sizningcha Amerika boshchiligidagi kuchlar bilan Xitoyning tirkishida Xitoy yanala dunyo xo'ja bo'la olarmi? Bu vaziyat qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qiladi? Hozirgi abay boshda qisqa deb o'tib ketdingiz. İran bilan Venezuelada cho'ng bir ishlar bo'layotdi. Ikkili hokimiyatninki bizse yiqilib bo'ldi. Venezuelaninki yiqilib bo'ldi. İranninki asosan yiqilish oldida turyotdi. Buningda biz Xitoyning ikki cho'ng ittifoqdoshidan ayrilayotganligini ko'ryapmiz hozir. Gerçi Xitoy bular bilan ittifoqlash bo'lgan vaqtdan bularni nurg'unlagan boyliqlarni yo boshqa afzalliklardan foydalanishni ko'zlagan bo'lsa-mu, nimalik bo'lmasa Xitoyninki muhim bir ittifoqdoshlari ayrilyapti. Demakchi o'g'lim, Amerikaninki mush ikki davlatni olib yaqinqi operatsiyaninki cho'ng bir nishonlarning birisi Xitoy. Bularni Venezueladagi Xitoyni og'zi bilan ko'tini tutib qolgandek hayron qolgan yeri Xitoy bilan so'zlashishga 1 soat qolgan vaqtida Maduroni tutib ketishi Xitoyga berilgan bir yuzlik urilgan qattiq bir tasdik. Bir haqorat, ya bir şok mandachilik etgan vaqtda dunyo uchun bir şok, ama Xitoy uchun texadimi şok, texadimi cho'ng bir haqorat bo'ladi. Demakchi o'g'lim, bu gapni deyishimning sababi Amerikaninki Xitoyni va Xitoyning ittifoqdoshlariga qaratayotgan turli shakldagi ta'qib qilish va ularning ichki jihatini hukumat almashtirish yoki rejim almashtirish, ularning diktatorligini tushirish, ularni demokratik bir jarayonni o'tirib chiqarish qatorliq ishlari bu ikki davlatda zo'r bir futuq erishdi. Xitoy bundan qattiq cho'chiydi. Xitoyning qapqog'ini Rossiya bo'lyapti, ammo Xitoylar Rossiya o'tirishdimi, ittifoqlashdimi ko'ra o'zaro ansirash, ishonmaslik va dushmanlik omillari intayin zo'r. Bu faqat vaqtliq o'rtaq bir maqsad qilayotgan gap. Hamda Amerikaninki Tayvan masalasini ko'rdigan ahvolda Amerika Yaponiyaninki ittifoqdoshligi bu intayin muhim o'rinda turdi. Amerikaninki Okinawada va boshqa Yaponiya boshqa shaharlarda 50 mingdak askari bor. Ular har vaqt Xitoyninki kelgusida elib berish mumkinchilik bo'lgan urushlarga tayyorlik qilyotdi. Agar Xitoy Tayvanga hozir urushni boshlasa, u vaqtda Amerika bilan Yaponiya, bularmi Yaponiya biz qarab turmaymiz degan aniq bildirdi. O'zininki harbiy xomchotini 58 milliard dollarga ko'tardi.
Bunun da asaslıqı özününki başqırılğan bomba texnikaları və özününki elektronluq uruş qabiliyyətlərini östürüş və başqa işlərə saladığanlığını bildirdi. Yaponiya mı uruş tayarlığına kirdi. Gerçi bu uruş qoğdunuş xarakterlik Xitayning hujumiga qoğdunuş xarakterlik uruş bo'lgan bilan, amma Yaponiya tarixidagi tunji ish bo'lyotdi. Hamda mening eng qiziqadiganim hozirgi vaqtimizda Xitoyning ichki ahvoli. Uningda siz deb o'tgandek, Xitoyda iqtisodiy jihatda bir kasodchilik bor. Buni depreciation deymiz. Bu pulning paxallashishi emas, pulning kursi tushishdan kelib chiqayotgan bir ahvol. Buningda mol bahsi eg'ir tushgan bo'ladi. Xalq qo'lidagi pulni xajlamaydi, chunki batexim tushamdagi deb kutadi. Bu inson psixikasiga oid bir narsa. Anadan keyin bu tushgandan keyin setilish kuchi ojizlagandan keyin nurg'unlagan mollar ichki qismi setilmay, nurg'un zavod korxonalar vayron bo'ladi. Ishga urilish qiyinlashdi. U qiyinlashgan sari ichki iste'mol tushidi. Bu pulning kursini tushib, pulning paxallashdimi eg'ir bir iqtisodiy masala bu. Hamda bu xil ahvolning eng cho'ng ta'siriga uchrayotganlar Xitoydagi yoshlar. O'tirib tursin. Hamda Xitoydagi armiya ichidagi ishonchsizlik, armiyaninki yuqoridagi amallarni qayta almashtirish, buning hammasi Xi Jinping bilan armiya o'rtasidagi o'zaro ishonmaslik masalasini o'tirib chiqardi. Xitoyda ish chiqsa, bundan keyin ikki omil bo'ladi buningda. Birisi armiyadan ish chiqadi, hamda men buni yana birini qatay, ikkinchisi yoshlardan ish chiqadi. Armiyaga kelsak, qisqacha desak, Xitoyninki ozodlik armiyasi tarixdan beri 49dan beri Xitoy Kommunistik partiyasining armiyasi, davlatning armiyasi emas u. Kommunistik partiyaninki Xitoydagi hukmronligini yurgizish uchun xizmat qilib kelgan birdan-bir armiya. Hamda hozir turli shakllar bilan Xi Jinpingga bo'lgan qarshilik, uning qattiq qo'l siyosati, uningki o'zininki tarafdorlarini qo'g'dash va ularni o'stirish bo'lgan norozilik qatorliq nurg'un omillar bilan armiyaning ichida Xi Jinpingga qarshi bo'lgan kuchli bir kuch bor. Bu kuchningki vaqt kelib qolgan vaqtida Xi Jinpingninki hukmronligidagi shu hozirgi polit buyrug'iga va uning atrofidagilarga bo'lgan nimasi harbiy o'zgarish ahvoli, shular qarshi bo'lgan harbiy o'zgarish bo'lish ehtimollik bo'ladi. Buni biz siyosatda qora oqqa hodisa deymiz. Bu iqtisodiy masala, bu ma'lum bir kichik bir ish, g'oyat zo'r, hech kim qiyos qilinmagan zo'r olamshumul bir oqibatni keltirib chiqardi deb qaraladi. Masalan, 2008-yilgi iqtisodiy erib ketish, iqtisodiy krizisning nimasi kichik bir ishdan boshlangan keyin g'oyasi favqulodda bir iqtisodiy krizis bo'ldi deymiz-ku. Bu siyosiy jihatdan qora oqqa hodisa bo'lish ehtimollik bor Xitoyda. Ya'ni har vaqt harbiy o'zgarish ehtimollik bor bir davlat bu. Bu bir. Uning ustiga Xitoy 2027-yil yangi rahbarlikni saylaydigan o'tirib chiqaradigan bir vaqt kelyapti. Bu intayin muhim. Bu Xitoyninki Kommunistik partiyaninki mavjudlash hayot mamoti munosabatlik bir ish. Mushu jihatda bu ichki bu qalayimqanchiqni Xitoy aldirab Tayvanga hujum qilinmaydi. Hech bo'lmasa mush vaqtning o'zida bir yilgacha hujum qilinmaydi. Ammo Xitoy Kommunistik partiyasining tarixdan bir olib kelayotgan bir yilisi bor, xalqning o'ziga bo'lgan qarshiligi ochgan vaqtida diqqatni chetga burish orqali, masalan, Tayvanga hujum qilish orqali o'zi kelayotgan besimni chetga burash mumkinchiligi bor. Bu jihatdan Tayvanga hujum qilmaydigimi? Ammo hozirgi vaqtda harbiysi bunga tayyor emas. Ham Xi Jinpingninki atrofidagi kommunist rahbarlarimi intayin bo'linishlik holatda bir ahvol. Bunda ahvolda qilinmaydi. Bu bir. Ikkinchisi yoshlar. Yoshlarning ishsizligi Xitoyda 20% ga yetyapti hozir. Yoshlarningki Xitoy amaldorlarining chiriklik bo'lgan g'azab nafrati bor. Xitoy Kommunistik partiyasiningki bir partiyalik mustabidlik bo'lgan qarshiligi bor. Gerçi ular buni bildirilmayotgan bu bilan bu yoshlar bizning davrdagilardan yaxshiroq holda Xitoyninki uzil-kesil meni juyishning ta'siriga ozroq uchragan. Uning ustiga bular dunyoni bizdagi vaqt qaraganda misli ko'rilmagan darajada dunyoni bir tushunish ehtimollik bor bularninki. Hamma yoshlar unda emas.
gerçi Xitayni Kommunistik Partiyani bütün vücudu bilan qo'llaydigan va Xitoy davlatininki hayot mamot uchun o'zini beg'ishlaydigan necha million yoshlar bor Xitoyninki. Ama yoshlar hozir dunyoda sal qarash qolmaydigan bir kuchga aylanyapti. Biz buni Bengal davlatidagi yoshlardan ko'rdik, Nepaldagi yoshlardan ko'rdik va boshqa davlatdagi yoshlardan ko'ryapmiz. Hatta eng yangisi nimada bo'ldi? Bulgariyada bo'lyapti. Yoshlarda g'oyat zo'r bir krizis tuyg'usi bor. Bular o'zi mavjud hukumatlardan norozi. Ular erkinlikka erishdi. Uning ustiga eng qo'rqinchli bir tarafi yoshlarning ko'pinchisi ishsiz, kelgusidan umidsiz bo'lish sifati bilan bularning yo'qtilgan narsasi uning ilgirki davridagilardan ozroq. Shunga bular qo'rqinchli bir kuchga, ya'ni bir aktiv bir kuchga aylandi bular. Xitoyning yoshlari shundoq. Endi bu armiya bilan yoshlar Xitoydagi eng tinchsiz omillarga vakillik qiladi. Gerçi Xitoyda kelgusi ish chiqib qolsa, ama ikki guruhning birisidan chiqadi. Eng yaxshisi harbiydan chiqqan yaxshi, chunki yoshlar chiqqani bilan qo'lda qurol yo'q. Armiya chiqqani qo'lda qurol bo'ladi. U chaqda bularning siyosiy o'zgarish orqali kommunistik partiyani ag'dirib tashlashi intayin tez bo'ladi. Endi biz hozirgi Venezuela bilan Ironga qarasak, qanchalik diktatorlar ket, qanchalik boshqa siyosatlar bo'lsin, xalq qo'zg'alib qolib qolsa, uni hech kim to'sab qala olmaydi. Xitoynikida shunday. Xalq qo'zg'alib qolib qolsa, xuddi Irondagidek yoki boshqa yerdagidek bo'lib, Xitoyning u qadar istehkomlari qurib ketgan, necha 10 yillarda qurib ketgan istehkomlari oxirisi vayron bo'lish ehtimoli bo'ldi. Shunga yig'ib kelsam, tashqi jihatdimi Amerikaninki Yaponiya bilan ittifoqdoshligida va Ossondagi boshqa g'arb davlatlarning ittifoqdoshligida Xitoyga bo'lgan Xitoyni vayron qilish bo'lgan turlik planlari asta-asta ishga tushyapti. Buningki eng ko'rinarli bir ishi Xitoyninki ittifoqdoshlarini vayron qilish. Birinchi qadam. İkincisi Xitoyning o'zininki manfaatlariga zarba berish. Buni biz so'd urushdan ko'ryapmiz hozir. Ondan üçüncüsü Tayvan meselesi gördüğü halda Xitoy bilan haqiqiy kinetik, ya'ni real bir urush kirish tayyorligini qilish. Bu shu. İkincisi Xitoyning ichki qismidagi tinchsizlik tarixning har qanday vaqtida ortyapti. Bu jihatda ilib aytgan vaqtda Xitoyning yoki intayin kuchlik bir harbiy bir qo'rqinchli tarzda qonga bo'yalgan bir shaklda hokimiyat olinish ehtimolligi bor yoki yumshoq nuqtadan namoyish va qarshi ko'rsatishlar orqali kommunistik partiyani taxtdan tushirishda bunday bir mumkinchiligi bor. Shunga tashqi va ichki jihatdagi bu besimlar Xitoyni kelgusida xeyli zo'r darajada g'alsirtdi. So'zim tugadi. Rahmat. Bu xalqaro vaziyat haqiqatan biz o'ylagandan tez o'zgaryapti. Bular İran'ın aldığın qatim yadro bazılarını partlatgandan keyin İsrailning urush qilishilar İran'da bir ojizlash bo'lib, xalqi iqtisodiy sababdan ko'tarildi bu qatim. Ko'tarilganda boshqa hukumatlar, burunqi Amerika hukumatlariga o'xshamaydigan holda Trump bir eg'iz gapni qildi. Agar sen xalqqa qurol ishlatadigan bo'lsang, bizningki qurollarimiz betlaklik, seninki nadlikingni bilmaymiz deb ularningki hukumatiga va harbiy bazılarına nisbeten özününki təhdidini bildirdi. Bu gapninki salmıqı bək çoğ. Bunun salmıqı əyinçada Xitaylarning özünü bastırğanda Amerika aralashmagan. Amma bu qatim İranning işi kelganda bu iradasini bildirdi. Endi bu iradasini Trumpning qilib qo'ygan quruq gapimiki desak, tunigun bo'lgan ishdan Madron tutib kelganda buning isbotini tutqizib qo'ydi. Buni Rubio bugun chiqib Trump o'zining degan gapini qiladi. Sizlar boshqa hukumatni burunqi vaqtdagi hukumat odamlariga o'xshash bu game o'ynaydigan odam bu deb o'ylamanglar degan bir gapni qildi. Agar biz ko'rganimizda xuddi amaliyot isbotlagandek Trump deganini qilsa, bu qatim İranning ishimi, Venezuelaning ishimi nihoyatda ching'i chiqqan ish bu. Buning natijasi Amerikaga foyda, Xitoyga ziyon bir yerga to'xtaydi. Chunki diktator hokimiyat qilgandan keyin mayli İranning podshosi bo'lsin, mayli Venezuelaningki yangi chiqmoqchi bo'lgan balkim shu Nobel mukofotga erishgan ayol chiqadi. Bular Amerika bilan yaqin taraf turadiganlar. Bu nuqtadan Amerikaga yaxshi bo'lsa, Xitoyga ziyon bo'ladi. Endi bizning nuqtamizdan albatta bizga foyda bo'ladi. Endi Amerikaningki chiqargan bu davlat mudofaa, davlat bexatarlik strategiyasi degan nuqta to'g'riliq biz ikkimiz bir paranglashgan bo'lsa, biz bir nima topsak, biz fursat topsak, bu to'g'risida biz bir suhbat o'tkazsak, boshqalarni o'tkazgandek qildi, lekin buningda bir mohiyatlik masala bor.
Bununki biz bu söhbetni ötküzüşten burunla mana bunun neticesi görülüp buldu. Amerika uzun bo'lgan o'zining yanidagi qo'shinlarga hech qanday aralashmagan. Bu aralashmagandan keyin Xitoylar nihoyat shiddat bilan buning ichiga kirib, bularning iqtisodini kontrol qilib, ularning ideologiyasini kontrol qilib, diktator hokimiyatini yo'lab, Amerikani yiqitishniki bir kuzirga aylantirib olgan. Buni unda emas desimi, men ko'rib turgan narsa u yoki Rossiya ko'zitish yoki boshqa ko'zitish emas. Xitoy ko'zitish. Buniki oddiy bir misoli Amerika bu qit'aning strategiyasida birinchi o'ringa o'zining qo'shnisini qo'ydi. Bular o'rgandiki, qo'shnini hal qilmay turib, oq o'ylisini hal qilmay turib, hech nimani hal qilolmaydi ekan. Biz o jiroqchi ishlarga aralashib bo'lmaydi ekan deb Xitoyning gapini ikkinchi qo'yishi, u Xitoy jiroqda, undan keyin Xitoy bevosita tahdid sololmaydi, ammo tahdidni qo'shnisi orqali soladi bo'lgandan keyin bu strategiyaningki mohiyatlik o'zgarishi. Bu qatorliq strategiya burunqisiga o'xshamaydigan haqiqiy mohiyat jihatdagi shu bu to'g'risida biz bir inchki bir nima bir suhbat olib qolsak, Amerikaningki bundan keyingi strategiyani qayoqqa yurgizganlik to'g'risida. Chunki hatto Amerikada turayotganlarmi mayli Trump qanday deymisan, chunki gap qilgan chog'da ba'zi qildigan ishni demaydigan, demagan ishni qiladigan bir odati bor. Xalqlar Trumpni deb qo'ydi deb hech kim diqqat qilmagan. Dal yangi yil vaqtida White House o'zi Oqsaroy qaytmay turib, bundan aytib bir siyosiy aqlni ko'ramiz. White House qaytmay turib, Florida nimaga yaqin tarafmiz Venezuelaga. Xuddi eliqi demilishda turayotgan vaqtda ko'rsatib, o'zini amaliyotda bu yerda cho'ng ishlarni planlab, cho'ng ishlarni vujudga chiqargan. Bu bir tarixiy kitob yozish kerak bir xil ahvol endi bu strategiya, siyosat o'ynashdi. Endi Xitoyning shu kelsa, Xitoy yomon kunga qilyotdi, xuddi siz degandek, ichidan, sirtidan degandek, ular iqtisodning buzilishi bilan iqtisoddan nihoyat yuqori o'rinda turgani uchun bizning insonlarimiz da'vodiki Xitoyni dunyoda yengilmas bir kuch qatorida ko'rib, o'zininki siyosiy taktikasini o'zgartmay, faqat chet el hukumatidan pul oladigan da'voni qilib, da'voning hammani kishilik huquqqa markazlashtirib, o'zining jinni beqishga markazlashtirgan. Hozir vaziyat unday emas. Xitoy agar mushunday bir ahvol kelayotgan vaqtda biz yana o'zimizning sinimiga dassa bersak, hisobda biz qurib qolamiz. Xitoy yiqilishga tayyor bo'lgandimi, biz o'zimizning hatto strategiyasini, hatto irodamizni o'tirib tashlayapmisak, Amerikada White House'ga kirib, yoki bo'lmasa bularning kongressiga kirib, biz mustaqillikni talab qildiganlar deyammisak, demak biz fursat kasimi hech ishni qilolmaydigan bir to'p oqmis odamlarga aylanib qolamiz. Shunga bu yil biz uchun pek muhim yil deb o'ylayman. Yangi yilni tabrikladik. Mushunda vaziyatni, bo'layotgan ahvollarni inchki kuzatib tursak, hammalikqa xalqaroliq deb BDTga berib oldigan da'voning sanamini sal o'zgartsak deb o'ylayman. Chunki BDTmi ko'p vaqtlarda Xitoy tomonidan kontrol qilingan bo'ladi. Lekin hozir bu ishlar o'zgaradi. Xitoyning bir qo'l kesildi deb qarasak, hozir Eron bo'lsa yana bir qo'l kesildi. Shunday Xitoylar zavolliq o'zilyapti. Bu biz uchun nihoyat xushalliq bir ahvol. Endi bu Amerika tarafining gapi bo'ldi. Endi hukumatimiz bu qatim bir yilda bir yig'in ochdik. Yig'inimizda BDTning xodimlari bilan Xitoyning digital uchur kontrolligi to'g'risida fikr almashtirdik. U yerda anglagan gaplarimiz nihoyat qo'rqinchli bo'ldi. Sizningcha Yevropami Xitoyning to'zg'iga tushib, Xitoy mangan digital kontrolga o'tamdi? Yevropadagi bizningki hukumatimizning bu qatim elib borgan faoliyatlarimizningki eng utuqliq bo'lgan yeri bizningki Yevropa parlament a'zolaridan ma'lum kishilar bilan so'zlash va ularning qabuliga erishish va ular bilan so'zlashish elib berish bo'ldi hukumat nomidan. Biz u yerda kishilik huquq to'g'risida emas, balki bizningki tüpki arzumuz, siyosiy arzumuzga mustaqillik va buningki qanchalik bizning mavjudligimiz uchun muhimligi va buningga qarshi Xitoyning irqiy qirg'inchilik olib berayotganligi va uning irqiy qirg'inchilikning turli tarkiblari, bular buningdagi eng muhim tarkiblarining birisi bo'lgani Xitoyning davlat olqigan bostirishi. Buningda Xitoyningki eng yangi texnikalarni qo'llanish orqali Sharq Turkiston mustaqillik harakatini qanday qilib cho'ng jihatdan Sharq Turkiston muhojiratdagi Uyg'urlarni qanday qilib kontrol qilmoqchi bo'layotganligi, kichik jihatdan elib o'tgan vaqtda Sharq Turkistonning mustaqilligini qanday qilib vayron qilmoqchi bo'lganligini ta'kidlagan dedik. Endi biz shuning bilan bir vaqtda Yevropaning
uchrayotgan krizisni his qildik, ko'rdik. Ya'ni u yerda biz bir uni qisqachalarga ishkillab ketmay, biz u yerda bir paket anglash bir yig'inga qatnashib, Yevropadagi mutaxassislar bilan Yevropa parlamentining a'zolari o'tirisidagi ilib berilgan mutaxassislar Xitoyga beqinish ahvolini, Yevropa birligidagi davlatlarning Xitoyga beqinish ahvolininki qanchalik darajada taraqqiy qilayotganligi to'g'risida doklad berdi. Bunga qarata Yevropadagi parlament Yevropa birligining parlament a'zolari savol so'rdi bo'ldi. Bunga biz kuzatuvchi sifatida qatnashdik. Hukumatimizning vakillari. Bizning ko'rganimiz nihoyatda insonni bearam qiladigan, qo'rqinchga soladigan bir raqamlar va isbotlar bo'ldi. Mutaxassislar tomonidan o'tirib qo'yilgan. Yevropaninki Xitoyga beqinishi kun sari eshiyotidir. Bu bir. İkincisi, xabaringiz va Trump hukumati bilan Yevropadagi bir necha davlatlar o'rtasida kishilik huquq jumladan fikr erkinligi haqidagi tanqidlarni kuchayyapti. Trump hukumati yaqinda Yevropaga tava bo'lgan 5 odamni Amerikaga kirmaydigan qildi. Chunki ular fikr erkinligiga buzg'unchilik qilyapti deyildi. Bu kam ko'riladigan bir ahvol bu. Bu necha yillik tarixda, chunki fikr erkinligi ideyasi Yevropada bir mafkura bo'la sifatida Yevropada barliqqa kelgan, gullangan, institutlashtirilgan, qonunlashtirilgan shunday bir ahvolda keyin bu Amerikaga keldi. Amerika ko'chmanlar bilan u yerda Amerikaning mustaqilligida mukammallashgan bir narsaninki endi qopab Yevropaliklar Amerikaliklarning tanbeh berishi bu echinish ahvol bu da. Bu qanchalik chekinishning bo'layotganligi bor. Endi mushundaq bir vaqtda Yevropaninki bir qism fikr erkinligini bo'g'ishni ko'zlayotgan siyosatlar uchun Xitoyninki Sharqi Turkiston va Xitoyning o'zining ichida olib borgan fikr erkinligini bo'g'ishdagi texnikalari lozim bo'ladi endi. Bog'lanish bu yerdagi. Bu Xitoy hozir allaburun bu o'zininki bu fikrni kuzatish, fikrni analiz qilish va kontrol qilish, asosan to'g'ridagi bo'layotgan ishlarni kontrol qilish texnikalarini hozir boshqalar setishga boshlamasdan Qozog'iston buni oldi emaslar. Buni boshqalarga tunishtirish ehtimolligi intayin yuqori. Yevropa birligininki kelgusida men buni bek ishkillab kirib ketmay, bu boshqa bir yomon cho'nqir va qorong'u bir tiyin bo'lib ketadi bu. Yevropa birligininki Xitoyninki texnikalar ishlatdi degan vaqtimizda biz Yevropa birligininki o'zininki insonninki eng chipki huquqlaridan bo'lgan tabiiy huquqlardan biri bo'lgan fikr erkinligini bo'g'ishga boshlaganligi bo'ladi. Bu boshlagan vaqtda buni hozirgi Xitoy tarafidan xilli yuqori ko'tarilgan texnikalar orqali ishga oshirishga majburlandi. Bu vaqtda Xitoy bilan Yevropa birlik o'rtasida fikr erkinligini bo'g'ishda ishbirlik bo'ladi, ham farq qilmaydi. Buning uchun Amerika turli choralarni qo'llanish orqali Yevropani ogohlantiryapti. Yevropani bu jihatdan elib o'tgan vaqtida kelgusi endi sal qo'rqinchliq. Amerika hozirda fikr erkinligini jumladan insonlarning barliq kishilik huquqlarini qo'g'daydigan va buning uchun badal to'lashdan yanmaydigan eng oxirgi davlat bo'lib qilishdan iborat bir ahvolga duch kelyapmiz hozir. Yer shariy nuqtada elib o'tgan fikr erkinligininki bo'g'ilishi qosh bilan kirpik oralida qilyapti. Buningda Xitoyning o'ynayotgan roli intayin zo'r. Buni Xitoydan ko'mayman, yana bilsa bu davlatlarni Xitoyning texnikasiga muhtojlab o'zining xalqining ustida yurgizilayotgan bu xil kishilik huquqning dafsandichiligiga yo'l ochyapti. Xitoy bundan foydalanyapti. Hamda bu xil agar Yevropa birligi bilan Xitoy o'rtasida bu xil intayin qo'rqinchli hamkorlik o'rnatilib ish oshadigan bo'lib qolsa, Yevropa birligininki erkinlik, demokratiya degan butun nimalar tugab, Xitoy bilan farq qilmagan vaqtda Xitoyning Yevropaga sing'ishi texidimi tizlashidi. Texidimi cho'nqirlashidi. Ana biz ko'rayotgan materiallarda biz ko'rdik, u yerda
Ba'zi davlatlarning Xitoyga beqinish 100% borgan gap Yevropa birligida. Texnik jihatdan ya boshqa jihatlardan 100% borgan gap. Bu qo'rqinchli. Hamda bizga azroq umid bergan yeri, ham bu umidni men anglayotganligimni sunmoqchi. Biz Xitoyninki mushu fikr erkinligini bo'g'ishga ishlatayotgan texnikalarninki bevosita qurbonlari bo'la sifatimizda buning qancha qo'rqinchli ekanligini bildirishga tirishdik. Hatto bizga dars o'tgan bir ayolning bir gapi bor, shunga bo'lgan suhbat edik. Endi dunyoni qutqizish Uyg'urlarning qo'liga qoldimi dedi. Ya'ni bunda deganimiz bizning tajribalarimiz, bizning azob oqibatli kechirmishlarimizni dunyoga bildirgan vaqtda dunyo uyg'onamdiki deyildi. Ya'ni shu ayol dedi, biz sizlarga muhtoj, biz sizlarning tajribanglarninki, ani ochiq va qalliq tajribanglarninki boshqalarga bilinishi va bu orqali boshqalarning Xitoy tahdidiga uyg'onishiga biz muhtoj dedi. Yani bizga o'xshab qirilayotgan bir millatninki kechirmishlari Yevropa va boshqa qit'adagilar Xitoyninki shirin so'zlariga aldirayotgan, Xitoyning texnikalariga mastani bo'layotgan, Xitoyni birdan bir kuch deb qarab shunda umid kutayotgan nurg'unlagan gol insonlarga nisbatan bir uyg'otish xarakterlik rol o'ynashi mumkin dedi. Buningdan ham xosh bo'ldik, ham echindik. Bizning derdimiz o'zimizga yetib ashatdi aslida. Yelim aşıdı. Başka bir dertlerge bizning beşimizni, zihnimizni sarf qilg'imiz yo'qdi. Ammo bu ochiq reallik bo'lyapti. Yevropa qash bilan kirpikning o'ttirisi ketyapti hozir. Bo'lyapti hozir uningki ahvoli. Yanala umid hozir Amerikada qelyapti. Amerika hozir insonlarningki g'ururi, sharafi, huquqlarini qo'g'daydigan birdan bir davlatga bag'ansir aylanib Xitoy bilan robro o'ringa kelyapti. Bag'ansir kelyapti. Bu biz uchun yaxshi bir fursatdan derak berdi. Abay so'zingizni yana bir qatam takrorlab qo'yay, pek yaxshi ko'rdim. Agar biz hozir mustaqillik tayyor bo'lsak, dunyo kompakun bo'lgan vaqtidami, shu vaqtda bizni izlaydigan yoki biz izlanadigan butkul imkonlarning ichida biz yana shu yo'lda boramiz. Agar bu mustaqillikdan hozir voz kechsak yoki avtonomiya yoki boshlanma qilib olsak, dunyo o'zgarib ishlar tuyuqsiz bizga tayyor bo'lgan vaqtida avtonomiya bo'yicha yuzlanamiz dunyoga. U chaqda hozirgidan battar ahvolda qolamiz. Shuning uchun intayin tez va odamni tasavvur qilish intayin qiyin bo'layotgan bir dunyoda yashayotgan vaqtimizda bizning nishonimiz boshdan oxir bir xil bo'lsa, o'zgarishning ichidagi izchillik bilan o'zimizning kelgusini topamiz. Bu intayin muhim. Biz mustaqillikni chin turgan vaqtimizda dunyo bizga qaraydi. Shunda bir fursatlar keladi. Chunki hozirgi dunyoda ya Xitoy turadigan, ya Amerika boshchiligidagi G'arb turadigan bir ahvol bo'lgansi shakllanayotgan vaqtning o'zida Xitoyningki yemirilmasligi Amerikaning yemirilishidan derak berdi. G'arbning butkul G'arb madaniyatininki, men kültürel demayapman, butun 3000 yillik G'arb madaniyatiningki oxirlashini derak berdi. G'arb musha keldi hozir. G'arbning saltanatli madaniyati vayron bo'lish oldiga kelyapti. Xitoyning qo'li bilan. Buni G'arbliklar his qilyapti hozir. Asosda his qilyapti. Yevropaliklar his qilib yetibdi. Albatta, hukumat Yevropa birligi boshqa, xalq boshqa bo'ladi. Xalq buni bilyapti. Xitoy tahdidini his qilayotganlar nurg'un ekan. Bu bizni umidlantirdi Yevropada yana bir jihatdan elib o'tgan vaqtida. Mesela oddiy bir misol. Biz namoyish qilib nutq so'zlayotgan vaqtimizda bir o'quvchilar o'tib qoldi oldimizda. O'quvchilar shu Yevropa birligini sayohat qilmoqchi ekan, ular to'xtab bizning so'zimizni angladi. Xeyli uzoq angladi. Hali noqul oldiki biz shu ar to'g'layotgan Xitoyni tillayotgan emas. Mantiqlik yo'sinda kuchlik bir jaranglik bir ovozda Xitoyninki davlat halqigan bostirishlarninki bizga emas, balki Yevropaga, oxirida butun dunyoga nimadan derak beradiganligi, qanday bir distopiyalik bir reallikdan derak beradiganligini so'zlayotgan vaqtimizda ular turib oldi. Men shu bolalardan umidni kutdim. Men shu bolalardan kelgusini, yosh bolalardan Yevropaninki oxirida dunyoning kelgusini ko'rdim. Yoshlar bizning kelgusimiz. Mayli bizdan bo'lsin va boshqalarning bo'lsin. Bular
bizni ümitlendirdi. Hem bu ümitni men sizlarga sunmoqchi sözüm tugidi. Rahmat. Xuddi iliq Yevropadagi bizga dars etgan ayol deganiga o'xshash, biz dunyoni qutqizadigan, o'zimizning tajribasini dunyoga deydigan bir uchun insonlarga aylandik. Chunki Xitoyning dardini tatgan va yer sharidan yo'qolib ketish oldida turayotgan insonlar biz. Bundaq ekan bizningki Xitoyninki zulmini boshqalarga so'zlaydigan va o'zimizning irodasini aks ettiradigan bir burchimiz bor. O'zimizning irodasi qandaqdir Xitoydan bir kishilik huquq talab qilish emas. Bu akmaydı. Vay siz dediniz Xitoyninki meyli Çin olsun, meyli militarisi olsun, yoki ondan burunqilari olsun, meyli qizil olsun, meyli ko'k Xitoy olsun, hammasi o'xshash deb. Ular tuproq, ya'ni davlat degan bir nuqtada tarixdan tarbiyalanib bir yerga kelgan. Har qanday manfaatda yetishib kelsimi, bizga kelganda, Sharqiy Turkiston kelganda bizni ilib bilish, bizni tugutish niyatidan hargiz yanmaydi. Har qanday bizda Xitoyni ko'rmadikki, bizning qishimiz kelib sizlarning mustaqilliginglar to'g'ri yo'l, sizlarning yo'linglarni qo'llaymiz deb bizning qishimiz kelganini ko'rmadik. Bizning prinsipimiz buni aytdi, aniq bo'lib kelyaptiki, kim bizning mustaqilligimizni qo'llasa, bizning do'stimiz, agar qo'llamasa, bizning qarshimizda deb. Andaq ekan biz uni buni talashib emas, aksincha mustaqillik irodamizga xizmat qilsak, biz to'g'ri ish qilgan bo'lamiz. Agar u irodamizdan chetlasak, xuddi tarixda nurg'un yaxshi ishni qilgan Mamtun Bug'ra apandimning keyin yuziga qora surkilganga o'xshash, bizmi o'zimiz qora ketib qolamiz. Sizningki aldamchilik qilgan xizmatlaringizga ko'pdan-ko'p rahmat. Bu suhbatga to'liq ko'p chiqdingiz, jiq vaqtingizni avar qildik. Endi oldimizda biz mana shu Amerikaningki strategiyasi, ya'ni davlat bexatarlik strategiyasini yeshib bir suhbatni o'qib baqsak, chunki bizning bu yashamoqimiz uchun Sharqiy Turkiston bu irodasi bilan ma'lumotimiz uchun izchil o'rganish ketar ekan, aql ketar ekan. Xitoy bilan bizning qilayotgan ko'rishimiz amaliyot aql ko'rishi. Xuddi Lutfullo Mutalibni oldimizga tashlab, "Masinin qahramoning, uch apandimni oldimizga tashlab, Masiningki mustaqillik yo'lining yo'l boshlamchisi" desa, biz qarab o'tirganga o'xshash. Xalqaro vaziyatdami bu nega ketayotganini bilmay, ataganni kechgacha tordagi metalni gapini olib o'tirsa, biz ma ishqa yarmay qolamiz. Hamda biz xalqimizga bildiraylikki, Amerikada qanday o'zgarish bo'ldi? Xuddi siz dedingiz hozir bu Xitoyning qarshida qolgan birdan-bir davlat Amerika. Amerika qaysi yo'lni tutyapti? Nima ish qilyapti? U Amerikada sizlar Trumpni aldaqda mijoz o'tib emas. Trump deganini qilmaydiki. Qilganini demaydiki. Amaliyotda Amerika mushu Trump taxtga chiqqandan keyin, yana o'ringa o'tirgandan keyin, vazifaga o'tirgandan keyin hozirgacha nima ish bo'ldi? Dunyo vaziyati nima ish bo'lyapti? Bularni aytmayman, shuni bir xulosalagach, biz strategiyani mohiyat jihatdan burunqilarning farqini bir yechib baqsak, hozirgi ishlar bilan birlashtirib bir temirlashtirsak, vaqtni shu vaqti kelganda biz to'rda e'lon qilsak deb o'ylayman. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Har vaqt sizniki to'rda chiqargan narslaringizdan jiq bilim olamiz, tarbiyalanamiz. Endi vaqt munosabati bilan hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allohga omonat. Programmamiz mushatdik. Xayr. Sizga rahmat.